Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve min valah. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabda biz Vusluq münasebeti yani Yunus münasebeti kendisiyle topladık. Bugünkü babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi birlik qıttım Yunus. Bundaq degene ilgirki hadislerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki mesela üçüm sualdıqanlığı zikir qılıngan. Üçüm sonundaki arlıqı biraz kengrek boldu. Yani her qatım su ağa vaqtida bedeni bir uğlap juyup ikinci qatımın suyunu aladı. Ki hadisde İmam Bukhari rahmetullahi aleyh yani birlik qatım juyunuşning mahiyeti haqida to'xtalib atqan. Biz konkret ahvolni biz hadisniki o'zidan bilib chiqaylik. Bu 257 numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Musa hadis so'zlab bergan edi dedi. İmam Bukharining büyük ustozlaridan Musa İbn İsmail Tembuzaki degan ulama İmam Bukharining ustozi. Bu kishi dedi bizga Abdulvahid hadis so'zlab bergan edi dedi. Abdulvahid ibn Ziyad al-Basri degan kishi. Bu kishi A'mashdan Sulaymon ibn Mihron degan ulama muhaddis. Bu kishi Salim ibn Abi Ja'd degan kishidan. Bu kishi Kurayb Abdullah ibn Abbasdan. Bu hadisdagi kishilarniki tarjimali hammasi kitobul Vuzuda o'tib bo'lgan. Qayta ta'kidlamaymiz. Hamda Abdullah ibn Abbas deyip Meymuna raziyallahu anha mundaq degan idi deydi. Hammasi Peygamber aleyhissalatu vesselam üçün juyunilgan bir su qo'yib qo'ydim dedi. Peygamberimiz qo'lini 2 qatim yoki 3 qatimda shunaraq juydi bo'lg'ay. Ondan sol qo'liga suv quydi dedi. Sol qo'liga suv quyib bo'lgandan keyin o'zining jinsiy a'zolarini juydi. Bu yerda jinsiy a'zolari deb ko'plik holat keltirgan. Yani jinsiy a'zolariniki shu hamma taraflari masalan, hamma a'zolar demak. Aslında munosabatlik a'zolar hammasi. Ondan qo'lini yerga surtib, balki qo'ldagi maynat yoki kirlar yoki bakteriyalar bu qolsa deb yerga bir to'piq ulib deb, onda yana yug'anliqi qayd qilingan bu yerda. Ondan keyin og'zini chaqidi, burnini chaqidi, o'zini qo'lini yuvdi. Onun kendi bedellerine su eqdi dedi. Ondan o'rnidan yo'tkilib ikki putini yuvdi deb bu hadisni bayon qilgan. Bu hadisga Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki shu summa afaza ala jasadi degandek iboratning o'zi muhim. Bedeniga su eqdi, quydi deb bilan labzi qisqartirilgan. Bunu ya 2 qatimmi, ya 3 qatimmi, ya 1 qatimmi bu to'g'riliq izohat berilmagan. Şunaşqa İmam Bukhari rahmetullahi aleyh muşi kelimini tutup durup bunun en aqalli tövünü bir qıttim yuyğanga şiltildi deb qarab belki adet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 qıttim yuyğan bo'lishi mumkin. Ama bu hadisda bu bayon qilinmagan. Biroq shu kelimening lug'atdagi asosini tutup durup yani bir qıttim yuyusimi bedellerini bütün suv tekkizib bu kifoya yeterlik degan hukmni bizga İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bermekte. Endi bu junubluq degan kelime yaraqlashish, yaraqtirish degan bo'ladi. Asl lug'at ma'nosida. Ammo buniki bunda istiloh qo'llanishi ma'nosi nima degan vaqtida, jinsiy munosabat o'tkazgan vaqtida yoki ehtilom bo'lgan vaqtida odam inson bir qism ibodatlardan, jumladan namozdan yaraq turdi. Ta junmagan qadar. Shunaqqa bu yerda junobat, ya'ni yaraqlashish kalimasi mushu turdagi kishilarga qo'llangan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem de bu cünabetten qanday juyunuş, bu vaqtdagi adab, axloq, sunnatlar va qizlarning hammasini ildiki ayollar orqali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizga qoldirib ketgan. Bu balkim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki eng inchki, eng nozik oilaviy taraflardimi ummatga qoldirib, bildirib ketganligi bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ummatga nisbatan ilib etgan vaqtida naqadar ko'yindigan bir peygamber ekanligini bilib oldi. Sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.